Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi darvozamizni Toshkent shahar rohatga o'rnatildi. Darvozamiz 1.8 lik yarim 2 qavatli fasondagi 2 arkali darvozamiz. 1 kvadrat metrini 850 ming so'mdan 1 million 100 ming so'mgadir dostavka ustanovkasi bilan tayyorlab beryapmiz. Xudo xolasa darvozamiz juda ham chiroyli chiqdi. Razmerlariga keladigan bo'lsak, eniga 388, bo'yiga 320 razmerda tayyor bo'ldi. Kalitkamiz, eshigimiz alohida 75 cm ochiladi. Katta usta bir ochib bekilishlarini bir ko'rsatib qo'y. Gerekda ovoz. Katta darvozani ham bir ochib bekitib qo'y. Profillarimiz 6 ga 4, 1.7 tenida bo'ldi. Listlarimiz 1.8 lik. Chekka tomonlari 12 lik shivillerdan bo'ldi. Xudo xolasa darvozamiz holati juda ham chiroyli chiqdi. Arqa tomonlari ham ko'rsatib qo'yamiz. Arqa holati ko'rinishi teva tomondan 60 cm joydan ozgina lazer qilib bitta bo'ldi ochiladi. O'rtasi zamoklarimiz 5 talik chiqadigan zo'r zamokdan. Yopilishiga ham bir ahamiyat beryapsizlar. Juda ham chiroyli chiqdi. Qullog'asini endi. Hurmatli obunachilar, bu xonadonga 3-darvozamizni o'rnatdik. Xudo xolasa bitta darvoza o'rnatganmiz. Bitta darvozamiz arqa tomonda. Birinchi o'rnatgan darvozamiz 5 oy 6 oy oldin yangi hovlisiga o'rnatib berganmiz. Keyingi darvozamiz mana arqa tomonidagi hovlisiga oddiy skromniy tekis darvozamiz. 1.8 lik listdan oddiyroq, arzonroq variantda so'raganlarga xuddi mana shu fasollarda tavsiya qilamiz. Bu darvozamiz razmeri eniga 3.90, bo'yiga 2.50 razmerda tayyor bo'ldi. 1 kvadrat metrni 9 ming so'mdan dostavka ustanovkasi bilan o'rnatib berdik. Hurmatli obunachilar, kimga shunaqa darvozalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Kelishilgan holda tayyorlab beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.